Dori darmon oldingiz, Ignoterapiya ham fiziologiyani oldim. oldingiz. Oldim, uni ham oldim. Ignaga tok ulab ham oldim. Hamma narsani qildim-da, qilmagan xullas hech narsa qolmadi. Keyin ham doktor Kobradan umurtqamga ilon zahridan ham yuborib, 3-kursimda ham oldim. O'shanda lekin Qanaqa nima qilar bilmasam, ekan? ha? Nima qilar ekan doktor Kobra? Umurtqaga anaqa dori yuborar ekan. Qanday dori yuboradi? Nina bilan? Ha, shpris bilan juda kam miqdorda tortadi-da. 2 kun olasiz. Bugun masalan 2 gram bo'lsa, ertaga 3 olasiz, keyin 1 kun dam olasiz. O'shanda qilib 12 kun davomida bir kurs lecheniyasi tugaydi. O'sha ilon zahrini jo'natadi umurtqangizga. Ha, Ilon zahri nima qilar ekan u yerda? Ilon zahri boradigan, kiradigan bo'shliq yo'q bu yerda. nimani grijalarni parchalaydi, chiqqan nimalaringni, keyin nervlaringni qo'yib yuboradi, qisib qolgan nervlaringni degandi-da menga. Chunki men meditsinadan shuncha davolanyapman, hech o'zgarish bo'lmayapti. Keyin unga borganimdan keyin mana bir hafta dam beradi. O'sha bir haftaga keyin fizioterapiya ham olib oldim igna bilan. Mana bu 3-chi, Nima qildi 4-chi o'sha ilon zahri haqiqatdan ham 12 kurs, 12 kun davomida bir kurs qilgan bo'lsa, eritib yuboribdimi grijani? hali endi bilmasam, menga mana shu 65 kun bo'ldi, 65 kundan beri hali o'sha qisishlar, tizzamdan pastlarim, yaxlashlar, tosh ilib qo'yganday bir 15 metr, 10-15 qadam. Eritib yuboraman deganing nima eritmadi bu? Qo'ymadik oyog'imni deb. Yo'q, endi ja chuqurlashib ketmadim aka.